Assalomu alaykum barchaga. Mana web kanaliga xush kelibsizlar. Bu videoda sizlarga sarmoya sarflashda pul ishlasa bo'ladigan ajoyib saytni ko'rsatib o'taman. Saytimizdan biz bemalol foydalanib $10 gacha bemalol sarmoya sarflashda pul ishlasa bo'ladi. Xo'p, gapni ko'p cho'zib o'tirmasdan saytimizga o'tamiz. Saytimizning nomi Coinbase deb nomlanadi. Bu saytda menimcha oldin ham video qilganman, balkim qilmagandirman, lekin esimda yo'q. Xo'p, saytni ko'rinishini tushuntirib o'taman. Bu yerda hammasini o'zi haqida ma'lumotlar berib o'tgan. Bu yerda yozib qo'ygan, ya'ni Bitcoin, Litecoin va dollarda bu saytda ichidagi valyutalar hisoblanadi. Saytni ro'yxatlash uchun registrni ustiga bosamiz va bu yerga birinchisiga email yozamiz, ikkinchisiga username, uchinchisiga parol, to'rtinchisiga ham parolni yozib turib, bu yerga galchkani tergan holatda registrni bosamiz. Va bizlarni kirgizgan emailimizga verifikatsiya uchun kod ham yuborishi mumkin. Bu sayt xabar yuboradi. O'sha kirgizgan emailingizga kirasiz, Gmailga, Gmail pochtaga va mana shu joyga sizga har xil xabar kelgan bo'ladi. O'sha xabar ustiga bosib, ichida silka bo'ladi. O'sha silka orqali akkauntingizni verifikatsiya qilishingizga to'g'ri kelishi ham mumkin. Men bo'lsam akkauntga kirib olaman. Xo'p, saytimiz hozir ishlamay qoldi. Ko'rganingizdek, buni ochmay qoldi. Bunaqa vaziyatlar bo'lib turadi. Hozirgi kunda o'zi Chrome mana shunaqa Google saytlari o'zi so'rashib mana shunaqa problemalar bo'lyapti. Bunaqa vaziyatda biz bemalol telefon orqali VPN ishlatsak bo'ladi. VPN ni yoqamiz. Mana VPN yoqildi. Endi buni obnovit qilamiz. Xo'p, mana saytdan o'tganimizdan keyin bizani mana shunaqa profil kutib oladi. Bunaqa sayt ko'rinish, ya'ni mana shunaqa sahifa kutib oladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin bizani o'zimizning nickname'imiz va levelimiz yozib turiladi. Men o'sha 17-levelga kelganman va har level oshganda bizani akkaunt bizani bonuslari oshib boraveradi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Menga umumiy hisobda do'stlar 0.4% bonus qo'shilib borgan levelim oshgani uchun. Va bu yana level oshsa, bu yana ko'paytirilib boraveradi va bonuslar ham unchalik sezilarli darajada emas, lekin anchagina foyda olib keladi. Kichik, juda ham kichik mayda bo'lsa ham, lekin foizlar oshib borgan sari bu narsa bizga ko'proq foyda olib keladi. Xo'p, biz bu saytda nima qilamiz? Asosiy bir narsa bu yerda faucet bo'lim mavjud. Mana ko'rishimiz mumkin. Faucet bo'limiga o'tamiz. Bu yerda kapcha so'radi. Kapchani tergandan keyin faucet bo'limiga o'tdik va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bizga umumiy hisobda kuniga 20 ta faucet qilishimiz mumkin va har faucetda biz mana shuncha 0.5 ta MUSD degan narsadan ishlaymiz. Collect bosamiz va bosamiz. Mana bizga 0.5 berildi. Bu hisobga yozilib boraveradi mana bu joyga va bizning balansimiz ham oshib boraveradi. Va umumiy hisobda biz 20 ta bo'lgani uchun bu yerda kuniga biz 10 ta MUSD degan mana shunaqa coinni ishlashimiz mumkin bo'ladi. Faucet bo'limini o'zidan do'stlar. Keyin bizda bu yerda daily bonus mavjud. Daily bonusni ham olib borsanglar, bu sizlarga level oshirishga yordam beradi. Akkauntingiz levelini oshirish uchun 0.5% va qo'shimcha bonus beradi bu ham. Har kuni bir marta olsa bo'ladi. Va bizda endi yana mana buni yoniga, ya'ni 167 tani yana ko'paytirish uchun bu yerda short links va PTS bo'limlari mavjud. Bu orqali biz har xil saytlarga surfing qilamiz. Surfing qilish orqali o'zini bergan vaqt davomida o'sha saytda turamiz va shu turganimiz uchun bizga mana 1.6 bu ham 0.4 mana shunaqa MUSD coinlarni beradi. Va bu yerda ham daily challenges mavjud, ya'ni har kunlik achievementslar, challengelar do'stlar. Bu orqali ham qanchadir MUSDlarni yig'ib olsa bo'ladi va bu yerda MUSDlarni haqiqiy dollardan narxini ham ko'rsatib turibdi. Bu dollarning ustiga bosish orqali buni bemalol Litecoindan xohlasalar Bitcoinga o'tkaztirsalar bo'ladi. Men dollarda qo'yishni maslahat beraman. Shu atak ko'rinib turadi. Saytda unchalik ko'p boshqa bo'limlari mavjud emas. Boshqa bo'limlar bizga unchalik kerak emas. Dashbord bo'limiga qaytamiz. Bu yerda bizning umumiy bo'limimiz hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin, referrals 0 turibdi, ya'ni bu saytda hech qanday referalim yo'q. Referrals tarzida ishlaganman va bu saytdan hozir mana hech qanday referralsiz pul chiqarib ko'raman. Juda ham kam bo'lsa ham, lekin pul chiqarib ko'raman do'stlar. Buning uchun Wizdraft bo'limga o'tamiz. Va bu yerdan Faucet Pay va Pairga chiqarsa bo'lar ekan do'stlar. Men Pairni tanlayman. Pairda $100 chiqarsa bo'ladi. Dollar ustiga bosamiz va bu yerga Pair hamyonimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ustiga bosib o'zimizning hamyonni yozamiz. Hamyon yozildi va bu yerda qancha chiqarmoqchimiz o'shani yozamiz. Bu yerga do'stlar MUSD ni yozishimiz kerak ekan. Misol 167 ta yozaman va bizga 0.15 sent tushib borar ekan do'stlar Pair hamyonimizga. Men hozir buni yozgandim. Buni emas, mana buni yozishimiz kerak ekan. Va bu yerda submitni bosamiz. Balance error dedi. Xo'p, endi menimcha bu bizning minimal summaga yetmadi. Minimal summani hozir qayerdandir topib olishim kerak. Xo'p, Faucet Pay'ga belgilaymiz va Bitcoinga chiqarib olaveraman. Menimcha mana shu
qulayroq hisoblanadi. Chunki Faucet Pay kichik summalarni ham albatta qabul qiladi. O'shaning uchun ustiga bosamiz va bu yerga interior Faucet Pay account emailini yozib qo'ygan. Faucet Paydagi akkauntimizdan emailini yozamiz va bu yerga qancha chiqarmoqchimiz o'shani yozamiz. 167 tani yozaman va submitni bosamiz do'stlar. Xullas saytimiz juda ham zo'r sayt hisoblanadi. Xo'p, bu saytdan men chiqara olmadim, sababi saytda o'zining minimalkasi mavjud ekan. Menda hali minimal summa yig'ilmagan. Menimcha minimalka 0.5 sent tashkil qiladi. Bemalol saytga o'zingizlar kirib, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Sarmoyalashtirishda mana shunaqa Faucet va oddiy surfing orqali pullarni ishlab boramiz va buni bemalol chiqarib olsak bo'ladi Faucet Pay va Payrga. Menda minimal summa juda ham kam, ya'ni hozir hisobimda juda ham kam pul mavjud. Menimcha $0.5 bo'lganda buni chiqarib olar ekanman. Qachonki bu saytdan pul chiqaradigan bo'lsam, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman skrinshot bilan. Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, silkasi video kommentariyada bo'ladi. O'sha Telegram kanalimda ham juda ham ko'p ma'lumotlar bo'ladi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Plus bu saytimizning silkasi ham video kommentariyada bo'ladi va Telegram kanalimda bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.